Assalomu alaykum aziz birodarlar. Mana o'zgacha mahsulotimiz tayyor bo'ldi. Bunaqasini umuman O'zbekiston bo'yicha ko'rmagansizlar. Yangilik, mana ustakamiz o'zi ixtiro qilgan. Ma'lumotini endi ustakamiz berib o'tib ketadi mahsulot. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Xudo xolasa mana yangilik qilganmiz. O'zbekistonda yagona bo'lgan, butun dunyoda ham yangilik bo'ladi. Yangiligimizdan iborat mana tovuq katalarimizni zo'r qilib berganmiz. Ya'ni taylarini plastmassali va tovuqlarga ham qulaylik yaratish kerak, chunki insonlar ham rivojlanish bo'ladi. Tovuqni yeb ketmasligi uchun mishiq, chiya bo'rilar bo'ladi. Bemalol maytlardan setkali qilib, taylarini ham keyin akalar axlatini ham olib tashlaydigan qilib berganmiz. Ya'ni bemalol ayol kishi tozalasa ham qiynalmaydi va bu tomoniga xuddi shunaqa. Bu patnisi olib tashlashingiz mumkin. Buni yana bir tomoni ko'ra yaqinroqdan nima qiling mana. Plastmassali, bu plastmassa ko'taradimi deganlarga men o'zim ham sinab beraveray, chunki baquvvat mana. Bemalol ichida yursa ham bo'laveradi. Baquvvatdan qilib berganmiz. Qo'ndaqlari bor. Tovuqda tuxum qo'ygani ham joyi bor ekan. Joyi bor mana. Bemalol tuxumni shu radnoma. Bu tomonda ham tuxumni o'zini olsa ham bo'laveradi. Bu katalarimiz. Buni yana eng qulayli tomoni sochilib yig'iladi. Hozir sochilib yig'ilishlarini ham ko'rsatib beramiz. Videoni oxirigacha tomosha qilib yoqqanimizda bitta like bosib qo'ysalaring. Bu tovuq katamiz, ya'ni bir tomoni bor, yana bu razmerlari 2 metrga 1.20 sm bo'lgan. 15 ta 20 ta undan oshiq ham to'g'lasa bo'ladi. Xo'p, bu tovuq katamiz mana birinchi bo'lib tomini ko'tariladi. Shuni olib bersak mana. Tabiat qo'yniga ham olib chiqib ketish juda qulay ekan-a, ustaga. Butun O'zbekiston bilan xuddi mana shunaqa yengil mashinada yuklab olib ketsa ham bo'laveradi. Va bizni qo'shni davlatlarni kuzatayotgan odamlar ham telefon orqali, Telegram orqali yo WhatsApp orqali chiqsa, dastavka qilib, sovg'a qilib ham olib borib beraveramiz aka. Bo'ldi, yetkazib berish xizmatlari to'g'risida ham ma'lumot berib o'tib keting. Yetkazib berishi bizni manzil Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida kelishlarim uchun biz xo'p buni O'zbekiston bilan dastavka qilib beraveramiz. Faqatgina vodiy bo'ylab dastavkasi ichida qolgan viloyatlarga chipcha qo'shilib qoladi. Unda ham qimmat emas. Bizda dastavka ko'proq, shuning uchun chipcha 1-2 ming so'm aqabaqa bo'lib qoladi. Qo'shilib qoladi aka. Narxi. Xo'p, buni narxi 3 million so'm. O'tib beradigan joyi bor, telefon qilishaveradi.